bor, kagichi bag'rak u. Nima ovqat qilding? Mirmishil qildim. Sen mahallaga iftorlik beryapsan, mol paroksan? Bir qozon ovqatni 2,5 ta odam qachon yeb tugatamiz? Qana bo'ladi? Shu xasabar dedi, dada. O'zim hal qilaman. Siz ovora bo'lishi shart emas. Mana, aka, dadam iftorlikka ovqat chiqaraverdilar. Jiyan xafa bo'lmay, o'tgan safar bergan ovqatingni bolam yemadi. Ammo aka bu safargisini aniq yedi. Vasha shirin chiqqan mana. Mana jiyan. Rahmat. Bu qo'lli suvi. Yangi chiqdi shekilli. Nima qilamiz endi shuncha ish keladi, o'g'ildi? Ham qilardi, olib chiqib sotaveramiz. Tamam, vasha zo'r ekan. Bitta do'lar. Yaxshi bo'ldi, o'g'ildi. Ha, iftorlikka ham 5 minut qoldi. Keldilarmi? Hali ovqatda yana bir qozon qo'ydim, dada. Voy, dada. Qornim ishibdi. Uydan chiqmagan holatda yuborma bir ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bir ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Iye, nima deyapsiz? Men sizga olib bergan sovg'amni do'konalaringiz bitta ko'rsin, mazzasi ochib qoladi. Ishonavering menga. Tog'am pul ko'p. To'y, rasmim zarra bo'lyapti, yonyapti. Nuqul yondirib yurargansizda jiyan. Qachonga kerak? Kechki paytga. Bo'ldi, faqat bitta sharti bor. Savdoga yordam berasiz. Bo'ldi, nimani nisbi bilan sotay? Qarang jiyan, hozir bizda Turkiya, Eron, O'zbekiston gilamlarida hammasiga 10% dan 50% gacha aksiya ketyapti. Aksiya 20-martgacha. Muddatli to'lovga berib yuborasiz aksiya narxida. Xullas, muomalani chiroyli qilib, kelgan klient qaytarmasa, chotki savdo qilib berasiz bo'ldi. Xo'p, bular, yerda boraman. 5 tashing. Voy, kattasini qara. Rosa yalanib yuragan ekan. Akajon, shu o'ndan boshlab xizmatingizdaman. Nima qilib bering? Omma savdoni olib yuboribsiz-da, jiyan. Oling gilamingizni. Tinchlikmi? Ona o'tirmizni, uchar gilam deb sotgandi menga. Ular qara, faqat qara, jicha olib. Tashaytillo'g'o. Rostdan qo'yapti, voy, vasha qo'rqarkan. Ani? Qo'rqmadi. Qo'rqmadi. Musulmon ko'tingizni qo'yib o'tiring-ku. Nimaga Musulmon videoga chiqmayapti deysizlar? Mana qaranglar, bitta videoni joylashtira olmayapsiz. Hali gapirish haqida tursin. O'tirasizmi yo'qmi? O'tiraman, lekin joy kichikroq ekan-da. Nima qilamiz? Hozircha mana ketaveramiz. O'tiring, shuncha odam o'tirishingizni kutyapti. Mana. Ha bo'larkan, qarsanglar bo'lsa. Kuzatishni davom qitinglar, yangi video chiqadi. Rostdan chiqami? O'chib ketmaydimi? Mana nima harakat qilyapsiz qo'ldan kelgancha. Tasavvur chiqqan joyini olib tashlaymiz. Uyquni oching.